Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men bugun sizlarga tilni tozalash, ong, qalb va energiya poklanishining boshlanishi mavzusi haqida ma'lumot bermoqchiman. Inson tanasi bu faqat jism emas, balki energiya, niyat va ong uyg'unligi hisoblanadi. Har bir a'zo o'ziga xos axborot tashuvchidir. Til esa so'z, niyat va ichki holat ko'zgusi hisoblanadi. Shu sababli tilni tozalash oddiy gigiyena emas, balki ruhiy poklanish amaliyoti ham hisoblanadi. Til va energiya o'rtasidagi bog'liqlik Sharq falsafasida, ayniqsa Ayurveda ta'limotida til tanadagi energetik kanallar bilan bog'langan muhim nuqta hisoblanadi. Til yuzasida to'plangan qatlam bu faqat jismoniy chiqindi emas, balki kecha davomida ongda yig'ilgan og'ir fikrlar, salbiy hissiyotlar, ichki zo'riqishlarning belgisi hisoblanadi. Tongda tilni tozalash orqali inson nimaga erishadi? Kechagi salbiy energiyani chiqaradi, ongni yangilaydi, kunni toza niyat bilan boshlaydi. So'z energiyasi va til pokligi qanday bo'ladi? Til so'z manbai hisoblansa, so'z esa energiya hisoblanadi. Til iflos bo'lsa, aytilgan so'zning quvvati ham pasayib ketadi. Til tozalanganda esa so'zlar ravshanroq chiqadi, duolar chuqurroq ta'sir qiladi, niyatlar tezroq shakllanadi. Shuning uchun ham qadim donishmandlar tongda tilni tozalab, keyin zikr yoki duo qilishni tavsiya etishgan. Energetik tozalash amaliyoti qanday bo'ladi? Bunda tilni tozalash jarayonini ongli ravishda bajariladi. Oynaga qarab chuqur nafas olinadi. Ichingizdan bugun ongim va qalbim pok deb niyat qilasiz. Tilni sekin, shoshilmasdan tozalab borasiz. Har harakatda og'irlik tanani tark etayotganini tasavvur qilasiz. Bu oddiy amaliyot kun davomida ichki xotirjamlikni sezilarli darajada oshirib bera oladi. Til ichki holat ko'zgusi hisoblanib, agar til ustida qalin qatlam tez-tez paydo bo'lsa, bu nafaqat ovqatlanish, balki bosilgan hissiyotlar, aytilmagan gaplar, ichda yig'ilgan alamlar borligidan ham darak berishi mumkin. Til tozaligi ichki rostgo'ylik belgisi hisoblanadi. Shunday qilib, tilni tozalash o'ziga bo'lgan muhabbat, ongga bo'lgan hurmat, ruhiy yuksalish sari qo'yilgan kichik ammo qudratli qadam hisoblanadi. Har tong tilingizni tozalab, faqat o'zingizni emas, balki hayotingizni ham poklang. Muallif Nigora Hakimova. Xo'p, sizlarga ozgina bo'lsa-da ma'lumot bera olgan bo'lsam, bundan xursandman.